Umrimda bir martagina bo'ladigan to'yim buzildi. Bir umr unutilmas to'y kunimda yuragimda birgina narsa armon bo'lib qolib ketdi. Biz to'yimizdan oldin bu kunga qancha tayyorgarlik ko'rgandik, qanday orzular qilgandik. Aynan shu sahna qanday chiqishi haqida hayajon bilan kutgan edik. Lekin hayot ba'zida sen kutmagan paytda hammasini o'zgartirib yuboradi. O'sha payt ichim shuv etdi, yuragim ezilgandi. Endi shu armon bilan yashaymanmi degandim. Ammo vaqt o'tgan sayin tushundim. Hech narsa o'z-o'zidan armon bo'lib qolmaydi. Vaqt o'tib hammasini tuzatishning iloji borligini, hech narsani armonligicha qoldirmaslik mumkinligini tushunib yetdim. Buning uchun sizdan faqatgina xohish talab etiladi. Hayotimiz o'z qo'limizda ekanligini tan olib, biz bu armon bo'lib qolishini xohlamadik va hayotimizda yangi voqeani o'z qo'limiz bilan yaratdik. Dengiz shovqinida, hech kim shoshirmagan paytda biz o'sha valsni tushib, 1 yillik yubileyimizni nishonladik. Tusholmagan valsimizni eng chiroyli ko'rinishda qayta yaratdik. Shunda tushundim. Hayotda armon bo'lib qoladigan hech narsa yo'q. Agar sen xohlasang, agar harakat qilsang, hammasi o'z vaqtida joyiga tushadi. Bu armon emas, bu bizning hikoyamiz.